nima savollar bor? Shularga bemalol kirib qolgan savollarni beringlar. Qani nima natijalar bo'ldi? Qanaqa o'zgarishlar bo'ladi shu o'tilgan darslar bo'yicha? Ziyoda tayyormisiz? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Va alaykum Rahmatullohi va barakatuh. Ustoz yaxshimisiz, tuzimsiz? Rahmat, o'zinglar yaxshimisizlar, charchamasdan. Alhamdulillah. Nima bo'lyapti? Darslar bo'yicha qanaqa fikrlar bor? Topshirishga tayyormisiz? O'shalarni hammasini egallab oldingizmi? Tushunmagan joylar bormi? Savollar yo'qmi? Savollar bo'lmasa, keyingi darslarni boshlaymiz bo'lmasam. Xo'p. Ustoz kechirasiz, men bitta narsani so'ramoqchi edim. Mana shu o'ng qo'ldik bilan chap qo'ldikni adashtiryapmiz-da, haligi shuni o'ng qo'l bilan chap qo'lni anaqasini aniq. Mana shu asosan kaftni pastidagi anaqa nuqtalar o'rni o'zgaradi-da, to'g'rimi? O'ng qo'lda o'ng tarafdagi narsa chap qo'lda bu chap tomonga o'tadimi? Shuni anaqa tushunib ololmayapman-da. Ha, endi mana siz